Assalomu alaykum, mani mehribon obunachilarim. Yaxshimisizlar? Hammanglar sog' salomatmisizlar? Men bugun sizlar bilan mana bu kun terib keldim o'z qo'llarim bilan momaqaymoq. Shuni quritib qo'ydim, yaxshilab yuvib. Bu asosan jigarni tozalaydi. Jigarga judayam foydasi ko'p. Jigarni toksinlardan tozalaydi. Yegan ichganimizdagi tushgan ortiqcha zaharlarni hammasini yuvib chiqarib shunaqa filtrlash xususiyatiga ega. Jirovoy gepatoz bor-ku, shu jirovoy gepatozda ham yog'larni eritish xususiyati ham bor ekan. Qorindagi dam bo'ladi-yu, qorin gaz yig'iladi. Gaz haydirkan qorinda ovqat hazm bo'lishini yaxshilaydi. Ichaklarni yallig'lanishini ham tuzatadi. Shu bilan birgalikda o't qopida safro haydaydi. Kelgan qaranglar, buni ham nimalarga ishlatsam, sistit kasalligida ham yaxshi ekan. Shamollashlarda, angina, mana stomatit chiqadi-yu og'izga, anginalar bo'lib turgan mahalda buni damlamasidan g'arg'ara qilsa ham yaxshi bo'lar ekan. Endi buni qanaqa damlaymiz? O'zi bitta choy qoshig'ini yarim litrga damlash kerak. Yarim litrga damlab qo'yib, shuni kun bo'yi davomida och qoringa yarim soat oldin yo bo'lmasam qorin to'qda yarim soat keyin ichish mumkin. Men bu yerda dvanoy qilib 1 litrga bitta katta osh qoshiqda soldim. Mana shu hammanglarga sog'lik salomatlik tilayman. Qilinglar, foydalaninglar, sog' bo'linglar.